Bemorimiz 57 yoshli ayol kishi. Bir necha yillardan buyon tizza bo'g'imda yengil og'riqlar bezovta qilib kelgan, lekin oxirgi 3 oy mobaynida to'xtovsiz kuchli og'riqlar bezovta qilgan. MRT tashxisimizda ko'rishimiz mumkinki, medial oddelimizda medial meniskimiz jarohatlangan. Bo'g'imni ichiga diagnostik artroskopiya qilib kirganimizda ko'rishimiz mumkinki, son suyagimizda va katta boldir suyaklarimizda 2-darajali artroz, medial meniskimiz degenerativ jarohatlangan, ya'ni sochilib ketgan. Bu holatga sabab bemorimizda varus deformatsiya bo'lgan, ya'ni oyoqni tashqi tomonga qarab qiyshayshi, bu orqali ichki bo'g'imga, bo'g'imning ichki yuzasiga nagruzka oshgan va shu jarohatlar, yemirishlar kelib chiqqan. Bu holatda eng avvalo ahamiyatli jihati xato qilmasligimiz kerak, ya'ni faqat medial menisk jarohatini o'zini tozalab to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Jarayonni mukammal to'xtatish uchun, og'riqlarni to'xtatish uchun yuqori tibial osteotomiya amaliyotini bajarish kerak, ya'ni og'riqli markazini bo'g'imda sog'lom tashqi tomoniga ko'chirish kerak. O'shandagina artrozni, o'shandagina og'riqlarni to'xtatishimiz mumkin. Shuning uchun iltimos qilib qolardiki, bemorlarimizdan kerak paytda kerakli operatsiyani taklif qilsak, отказ qilmasdan to'g'ri tushunib o'shani qildirishdi. Vrachlarimizdan esa yuqori tibial osteotomiya amaliyotini o'rganishdi. Chunki juda ko'pchiligimiz yuqori tibial osteotomiya amaliyotini bilmaymiz, travmatolog ortopedlar. Bu juda ham hozirgi kundagi zolotoy standart operatsiya hisoblanadi.